Barning muzdagi suvi boshqachada. Nimaga issiq kunlarda sovuq suv ichish mumkin emas? Shu kabi qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, Instagram sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Sovuq suv iste'mol qilganingizdan so'ng sizning tanangizda 4 xil o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Birinchidan, tana harorati va muvozanatga ta'siri. Issiq havoda sovuq suv qabul qilinganda tananing keskin sovib ketishiga olib keladi hamda bu tanada stress holatini keltirib chiqaradi. Ikkinchidan, ovqat hazm qilish tizimiga ta'siri. Gastrit xavfini oshiradi. Uchinchidan, tomoq shamollash xavfi. Bunda tomoqdagi qon tomirlarini toraytiradi hamda immunitetni vaqtinchalik zaiflashishiga olib keladi. To'rtinchidan, bosim va bosh og'rig'i. Ba'zida juda ko'p sovuq suv ichish miya muzlashi deb ataluvchi bosh og'rig'ini keltirib chiqaradi. Bu videoni doimiy sovuq suv ichib yuradigan do'stingizga yuborib qo'ying.